Aka qayerga ketyapsan? Bozor ketyapman. Meni ham olib ket. Sanga nima gap? Uyga o'tirsan, borgan cho'qir-chaqon bo'lsin. O dunyodagi eng xunuk ayol. Akam shunaqa dedilar. Basharingiz buzib tashirkanlar. Mana kezga nimadir dedim o'zi. Xo'p bo'ladi. Aka kenayim etilib kuchli bo'lsangiz o'zingizga uyda baribir kenayim yetgani bo'lar ekan, oyog'i sarsa, qulog'i band bo'ydilar. Xo'p bo'ladi. Normalniy bo'ling, ko'p o'zingdan ketma, oytovoq dedilar. Nima? Oy tovoq. O'zichi bu akangiz. Xo'p bo'ladi. Anpamma bashara kud dedi. Anpamman dedimi men? Vinni Pux dedi. Men Vinni Puxmanmi? Vinni Puxmi, Lili Puxmi ashna dedi. Xo'p bo'ladi. O, Turqsov, senga uylanguncha dugonang Guliga uylansam baxtli bo'lib ketardim dedilar. Nima? Guli chiroyli ekan dedilar. Guli, hali shunaqalari ham bor ekan akangizda? Xo'p bo'ladi. O menga qarab begimot orqamdan yalinib yurgani esingdan chiqdimi? Xohlasam chiqaman, xohlasam chiqmayman dedilar. Naqalda? Papalyam, sen traktor. Ichkariga kirgan, поехали, потом удар брусli. Nimaga unaqa derkanlar? Hozir gaplashib qo'yaman. Kim begimot? Menga qara, narsani yig'ishtirib uyga o'tirib ichkariga bormaysan. Dushoda narsa kiysan, bozor borasan men bilan. Xo'p bo'ladi aka, nima deysiz shu? Dilshodaga aytgin tezroq chiqsin. Hozir. Dilshodaxon akangiz aytdilar, ani qumursqaga yetib bozorga bormaydi dedilar. Nima? Meni qumursqa dedimi u Alabay? Xo'p bo'ladi.